Aqı bilan yurgan barchigit hammaning diqqat markazi bo'ldi. Uning chiroyidagi xotirjam ko'rki, yurish-turishlaridagi to'liqlashgan ishonchdan hamma hayron. Qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Şinjan Ananas Sochaklik şirketi tajdarlığındaki Farzandim için programımızın yana bir yeni sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugun son programmamizda sizlar bilan texmi nadir bo'lgan mazmunlar to'g'risida o'rtoqlashmoqchi. Bugun son programmamizga o'xshashla davlatlik ona bolalar parvish yetakchisi Güzelnur Tunyaz muallimni alayda taklif qildik, qarshi olamiz. Rahmat. Yaxshimisizlar, suyimlik ota-onalar, bo'g'iz ota-onalar, mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Men Şinjan Kanxon kasbiy tarbiyalash maktabining o'qituvchisi, davlatlik ona bolalar parvish yetakchisi, shunaqla ona suti yetakchisi Güzelnur Tunyaz muallim bo'lman. Ekran orqali sizlar bilan yuz ko'rishimdan intayin xushalman. Rahmat. Qarshi olamiz ada. Undaq bo'lsa, hamda ko'rmanlarmi bilishi mumkin, biz oldingi son programmamizda shu boqlar tug'ilgandan keyin, ya'ni 6 oygacha bo'lgan oraliqdagi boqlarning oziqlanish masalasi to'g'risida so'zlashib o'tgandik. Bugun son programmamizda bo'lsa, shu boqlar 6 oyga to'shib bo'lgandan keyin, 6 oydan keyin hamda shu ona sutidan boshqa yana qo'shimcha qanday yemakliklarni beramiz, undan boshqa nimalarga diqqat qilamiz degan tema ustida to'xtalib o'tmoqchi. Undaq bo'lsa, shu jarayonlarda nimalarga diqqat qilish kerak? Bu vaqtlar 6 oygacha sop onasi bilan beqish jarayoni shundoq oson bo'ladi. Uxlaydi, onasini emidi, boshqalar ishlar bo'lmaydi. Boshqa qo'shimcha yemak berishga ham ehtiyoj yo'q, hatto qaynoq suv ichishga ham ehtiyoj yo'q. Endi 6 oy to'shqandan keyin bola endi aldirmay on ustidan boshqa qo'shimcha yemak yeyishga boshlasa bo'ladi. Endi ba'zilar deydi, bola 4 oylikdan boshlab yeysi bo'ladi deymiz. Endi 4 oylikdan boshlab qanday bolalar qo'shimcha yemak yeysi bo'ladi degan vaqtimizda bu yerda bir qancha alomatlar bor. Ya'ni bola agar badan eg'irligi tug'ilganligidan 2 oshgan holatida biz 4 oylikdan boshlab qo'shimcha basak bo'ldi. Bu birlam sabab emas, uning yana birisi ikkinchisiga bolaninki cho'nglarning tomog'iga nisbatan alohida qiziqish, ya'ni cho'nglar bir narsasiga yosh qarab, shu vaqtlar eqib, shunday bir kuchli qiziqish bo'lgan vaqtida biz buni o'ylashimiz. Uning uchinchisi bo'lgan eng muhim bir narsa bolalardagi tingshiq, fanshiq deymiz, ya'ni qo'shiqni yoki yedigan narsani og'zingizga yaqin akasangiz tili bilan ishtiridamdi yoki xolamdi. Shu sabab bir vaqtida agar tayyorlangan bo'lsa, bu bolalarga 4 oylikdan boshlab bersangiz, azozdan tetiz chiqib boshlasangiz bo'ladi. Agar u bolalarga badan eg'irligida undaq alohida o'zgarish bo'lmadi, undan keyin bir narsalarni bersangiz, u ishtirayotgan ahvolasiz bo'lib qolsa, demak bolalar 4 oylikda baldur. Undan boshqa ko'pincha onalarga deydiganim, ko'pincha bu vaqtlar 6 oylikdan keyin eng muvofiq keldi. Endi 6 oylikdan keyin qanday berish boshlaymiz degan vaqtda 6 oydan boshlab bir xil qo'shimcha yemak bermaymiz. 6 oydan boshlab 1 yoshga to'lgan yarim yil vaqt, keyin yarim yil vaqt 70% on usti asos. Ya'ni atdigan tush, kash oraliqlarda yana o'xshashlar on ustini asos qilib turib, ya'ni imi yurdi. Endi biz bolaga tunji qatimliq bo'lmoq berishni boshlaymiz. Endi bo'lmoq berish desa, qanday ahvol yuz berdi desa, harbiy holatdagidek, xuddi biz manchujani olmakdan beramiz degandek soat qarab turib unday emas. Balkim 1-2 kun ishib ketishi mumkin, balkim 1-2 kun baldur bo'lib qolishi mumkin. Tabiiy holatda siz bir narsa yeyib turib, bolangiz ozroq bo'lmoqni tayyorladingiz, unda tetis baxdingiz. Tabiiy yo'sinda bo'ldi-chi, cho'qim soat qarab turib, bugun atgan soat 8 dan boshlab berma deb undaq jiddilashning hojati yo'q. Undan keyin tunji qatimliq berilgan bulumuqimiz odatda ko'pincha vaqtlarda tumur qaytilgan bo'lmoq bo'lishi kerak. Nima uchun degan vaqtida bulmoq bardoq taplam yillik burunqidek unni o'rda pishiribla shakarlashtirib qolgan uy bulmoq emas. Chunki uningda oziqlik element biza oz bo'ldi. Bolaning qo'shiq to'ygan bilan oziqlik jihat ehtiyoji qondirolmaydi. Shunlashqa uy bulmoq emasdan balki bizningki maxsus buvoqlarimiz uchun tayyorlangan, kuchaytirilgan, tumur qaytilgan tayyor bulmoqlar bor. Buning ichida yana tumur, vitamin, kalsiy qatorliq oziqlik elementlar bor. Chunki onaningki suti tarkibidagi tumur moddasi bolaga 6 oy yetadi. Lekin 6 oydan keyin onaning sutidagi tumur moddasi bolaning ehtiyojini qondirolmaydi. Shunlashqa biz 6 oydan keyin tumur to'liqlashga bek e'tibor berishimiz kerak. Bo'lmasa bolalarda qon ozliqdan, tumur ozliqdan bo'lgan qon ozliq chiqadi. Shu teshing shu. Shunga tumur qaytilgan bo'lmoq beramiz. Undan keyin azozdan beramiz, tetish asos bo'ldi. Ondan keyin 6 oydan boshlab bo'lmoq ko'ngandan boshlab hisoblik suyuq holatdan quyuqlashdi bucu. Şekil jihatdan quyuqlashdi. Undan keyin barbara bolaga saylarni ezib
bo'lmoqdakchi. Uni oladi bir xil suyuq holatda, suyuqdan quyuq holatda. Ma'qul holatda sayko'ktatlarni ezib berdik, andan keyin meva-chevalarni ezib berdik. Barbara ko'p xil narsalarni berishga boshlaymiz. Endi bergan vaqtimizda har bir yangi yemeklikni 3 kun berish kerak. Chunki siz bilgan olma berdingiz, 3 kun bersiz. Chunki ba'zanlarga masalan olma bulamdi yoki siz bermoqchi bo'lgan yemeklik reaksiya qilib ketish ehtimoli bor. Agar siz bir vaqtda necha xil narsani berib bersangiz, bola tasoddifiy reaksiya qilib qolsa, nimaning reaksiya qilishini bilmaysiz. Shunga bu keyingi 6 oy bir jarayon. Onun üstüne asas qilib turib, 1 yoshga to'lgan bolalarningki, masalan, eg'izningki chaynash iqtidorini kuchaytiradigan, to'mir qitishni asos qiladigan, undan keyin bolalarningki qo'l bilan eg'izning moslashish iqtidorini yaxshilaydigan bir jarayonchi. Masalan, ba'zan kunlari bola 1-2 kun bulmoq yeb, qaziyat to'p qilib yig'iz kelmasligi mumkin. Voy, mening bolam bulmoq yemini qana qilma deb jiddiylik ketmay, 1-2 kun bulmoq bermay yana imiting. Ondan keyin yoki dayfon berayotgan bo'lsa, yana dayfon berdi degandekchi. Ondan keyin yana bulmoq bersiz. Bugun palakni qilib bergan bo'lsangiz, yig'i bo'lmasa, atsi basay qilib bersangiz bo'ldi. Ondan keyin 7-8 oylik bo'lgan boshlab go'shtlarni berishga boshlaymiz. Ashta qilib bu bir jarayon. Eng muhim narsa. Ondan keyin shu bola har xil yemeklarni yeyishga boshladi. Ondan keyin buning shakli barbara suyuq holatdan quyuq holatga, ondan keyin barbara qiliroq, parcha-parcha holatga, ondan keyin sal 1 yoshga kelgan vaqtda bola o'zi tutib yeydigan bosqichga keladi degan gap. Shuning bilan biz keyingi 6 oyda bolaninki o'zi mustaqil tomoqlarga kirishadigan bir bosqichni tamomlaymiz. Ondan keyin 1 yoshdan keyin kelgan vaqtida 70% ana suti qo'shimcha yemaklikka aylandi. Ondan keyin yeyilayotgan tomoq, bolalar tomog'i asos jo'shiga o'tadi. Almışı düşkisini o'rnichu. Endi ba'zida deydi, bola 1 yoshdan keyin amlisim bo'ldi debchi. Endi bolani nima uchun 1 yoshdan keyin yana davomli emtimiz degan vaqtda siz balkim atgan bir vaqt yoki kechda bir qaytim, kuni bir qaytim emish mumkin. Qo'saq masalasi emas, immunit kuch uchun. Chunki bolaninki tug'ilgan vaqtidagi o'g'iz ustida emgan meyi cho'dan baydaymiz-ku, immun kuchini yaxshilaydigan oqsilning miqdori toki 1 yoshdan keyin umum miqdor o'zgarmaydi. Ya'ni immun kuchiga nisbatan eng foydali bo'lgan oqsil mayli bola yangi tug'ilgan vaqtidagi suti bo'lsin, o'g'izda yoki 1 yoshdagi suti bo'lsin, u o'zgarmaydi. Shunga buning asosiy roli bolalarningki kasalga qarshi turish kuchini yaxshilaydigan eng yaxshi oqsilchi bu. Shuni demoqchi deganda 1 yoshning ichidagi emitilgan sut bolaninki oziq masalasini hal qildi. 1 yoshdan keyingi emitilgan sut bolaninki immunit kuchi va ruhiy jihatga oziq bo'ldi. Chunki bola emish jarayonida onadan faqat sutlanmaydi, u bir ishonch, muhabbat emidi. Bola yana davomli emish jarayonida onasi bilan birga bir-biriga qaraydi, badanni silaydi, emidi. Shunday bir xil ikkisiningki bir baxtli bir vaqtdir-ku. Bola ruhiy jihatdan, psixik jihatdan bir bexatarlik tuyg'usiga erishalaydi. Shunga bolalarga 1 yoshdan keyin davomli sut emitishninki maqsadi hargiz uni qo'zg'on to'xtash emas. Nurg'ulanim deydi, voy 1 yoshdan keyin bolaninki hech qanday suti quvvat qolmaydi, emitishni nima qilsa, do'toq qoldi, emitma deydi. Aksiya, bola qancha uzoq emsa, 2 yoshgacha emalsa, bolaninki psixik jihatdan, immun kuch jihatdan asan og'rib qolmaydigan, massajlik yuqori degandek nurg'un jihatlarda haqiqatan foydasi bor. Shunga qo'shimcha berishda dastlabki 6 oy asab anusi bo'ldi, keyingi 6 oy bir jarayon bo'ldi. Ondan keyin 1 yoshdan keyin bolalar tomoq asos bo'ldi, anusi qo'shimcha o'rg'u tushdi degan gap. Ma balani birdan akiltib turing, azroq ishlarim batty qilib olay. Balani men akiltib qo'ychi, bola meni kiyimlarimni akiltib qo'yamdi. Xotirjam bo'ling, annanna ba. Annanna? Mana qarang. Voy, yana bir siqini. İgisi tanıb oldu. Annanla görüştük, vallahi məsləhətləri. Undaq bo'lsa, amdi shu bolalarni sutdan ayirgandan keyin nimalarga diqqat qilish kerak? Amdi bizning bolamiz 1 yoshni yashib, amdi bu yerda 1 yoshni oshgan vaqtda onalar o'zi bisim qilmasligi kerak. Agar onalar shu bolani emish jarayonida bek charchab ketgan bo'lsa, yoki bir bisim bo'lib qolgan bo'lsa, masalan sirtlarga chiqaydi, bola bek imima deb boshqa tomoq yegilmay degandek bir ona nisbatan bir ko'ngilsiz ishga aylanib qolgan ahvolasida biz cho'qim emitsa deb onani zo'rlamaymiz. 1 yoshgacha emitgandan keyin asosiyatdan muhim bosqich o'tilib bo'ldi. Endi 1 yoshdan keyingisi texim yaxshisi. Endi texim yaxshi bo'ldi. Endi ayirish jarayoni qanday bo'ldi deganda 1 yoshdan keyin toki 2 yoshgacha emalib qolsa, u vaqtda bolani ayirish osonroq. Chunki unga siz gap orqali tushuntira olasiz. Lekin 1 yosh
sütla atrofida ayırgan vaqtida bizning diqqat qiladigan muhim nuqtamiz ona bilan bolani bir kunda ayırmaslik kerak. Masalan, ba'zida deydi, "Bolam, balani menga akab ba, sen bir hafta 10 kun kömüsün seni, şundan emmeylam sen ayrıldı" deydigan bir xil kon usul var. Bu xil usulninki balaning ruhiy psixik jihatdan bek zarb bolucu. Bu xil nimaga o'xshaydi desangiz, sizning birla vaqtida telefoningiz bilan kimligingiz tam yutib kelsa, kimlik bijiray desangiz telefoningiz yo'q, pulingiz yo'q. Amdi berib pulni alqilaysangiz, kimligingiz yo'q, portmolingiz yo'q degan o'xshash ikki narsa birla vaqt ayrilib qolsa, bu bek eg'ir besim bo'lib tushadi. Shunga balani hargizmi cho'nglar yiniga akabilib, aniga ko'rsatmay balinchu. Bunda ayrish balans bilan bek ro'yi zarba. Amdi yana bir xatolik nima deganda cho'nglar shu ananing ko'ksiga ayliqdek chashlarni, qora bir narsalarni surkab qildi u vaqtida balaninki bir ishonch tuyg'usi yo'qolib ketadi. Bu qanday degan gap desangiz, xuddi kunda bir oshxona tomoq yeyotgan bo'lsangiz, tuyg'usiz bir kunlarda uning xo'dansiga kirsangiz, u yerda chashqanlar, mehnat dasan ko'rib qolsangiz, "Deymanmishda mehnat oshxona tomoq yeyapman" deb ko'nglingiz ishgan o'xshash. Endi bola bir yilning yoqi shunchalik bir uning nisbatan ham muhabbat, ham oziqlik berayotgan bir onaning ko'ksi tuyg'usizdan bir qo'rqinch bir narsa aylanib qolsa, bu bola nisbatan ruhiy jihatda bek bir zarb bo'ludi. Shunga balani undaq ko'ngilni ilashtirib turib ayırmaymiz. Bu bir güzel xo'shish bo'lish kerak-ku. Andan keyin yana bir onalarning salomatligiga diqqat qilmaydigan ish nima deganda, bu balani tez ayirib olsangiz, aslida meliqi sut kelayotgan-ku, bu tuyg'usiz ayrilib qolgandan keyin kelaverdi-da, maslashishga bir vaqt ketadi. Shunga onalarningki suti chinqildigan, sut to'silib ketadigan, hatto bilib bilmay shu jarayonlarda rushayan bo'lib, jiringdab ketib, hatto shunda eg'ir bo'lgan operatsiyalar uchun ahvollar bo'ldi. Shunga yemak ichmak jihatdan onalar bag'an sir quvvatli tamoqlarni azaytib turib, onundik imitish qitim san azaytib, masalan, burun bir kun 3 qitim imitgan bo'lsa, endi bir kun bir qitim. Barbara 2-3 kunda bir qitim. Ondan keyin bola barbara majarayan kunib, hafta 10 kun, bir oyda ayirsa, onaningmi salomatlik jihatdan masala chiqmaydi. Bolami bu jarayon ana bal bir-biridan ayrılmaydı. Bu bir güzel xo'shlashishga aylandi. Shunga sutun ayrışma amaliyotda bal imitgan o'xshash bir muhim jarayon. Shunga balni hargizmi tuyuqsiz ayiradigan bu xatolikni o'tkazmaslik kerak. Bu menoyatda bilib olishga tegishli muhim masala ekan. Undaq bo'lsa, endi shu balalarni sutun ayirib bo'lgandan keyin, endi balalarni xeyli cho'ng bo'lib qoladi-ku. Ba'zilar 2 yoshda ayirishi mumkin degandek. Bundan keyin endi balalarning oziqligi jihatdan nimaga diqqat qilish kerak? Endi bola bag'asir cho'ng bo'lgan sari, endi u yasli tayyorlik qilishga boshlaydi. Yasli kirdi, endi balalar cho'ng bo'lgandan keyin oziqlik jihatda xuddi homildorlar oziqlik piramidasiga diqqat qilgan o'xshash, balalarning mush oziqlik piramidasi bo'yicha oziqlanish kerak. Bu qanday degan vaqtida bu sharshibot ta oziqlik piramidasi hamma odamga o'rtaq, lekin miqdor o'xshamaydi. Undan keyin shu balalarningki diqqat qilgan narsa nima deganda, shu kalsiy masalasiga diqqat qildi ota-onalar. Hamma balalarning bo'yini egiz bo'lishini xohlaydi-ku endi. Endi shu bola 6 oylikdan tortib, 15 kunlikdan boshlab, bola 15 kundan boshlab 6 oyga jo'g'arlikda sap-an sistemda lekin vitamin D iste'mol qildi. Kalsiy berishning hojati yo'q. Chunki onaning sutidagi kalsiy bola yetadi-ku. Endi 6 oydan keyin onaningki badandagi kalsiy yetishmagan holatida bolaga sirtdan yoki nayfon orqali yoki sut orqali berish kerak-ku. Endi yemaklik orqali berishni asos qilib turamiz. Endi 1 yoshni oshgandan keyin qana bo'ldi desam, vitamin D ni yana davomlashtirdi. Chunki vitamin D kalsiyning sumurilishini ilgari suradigan modda. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Ochiqqushga o'xshaydi. Xuddi siz bir mehmon kelib, ishini cheksa, hech kim bo'lmasa, o'zi ochiqqush bo'lmasa, kirmay ketadi shunaqa. Shuning uchun badanga kalsiy kirdi yemaklik orqali. Lekin vitamin D badanga kirmasa, u kalsiy qonga sumurilmaydi. Shuning nurg'un bolalarning, "Voy, men shundoq qaytliqlayapman, kalsiy badam, lekin bolamning bo'yi o'ssin" deya, yoki bo'lmasa, o shakllik bo'lib qoldi degani, chunki bolalar vitamin D kam. Endi vitamin D ni asli bola kunda 2 soat dan yuqori sirtda harakat qila olgan bo'lsa, optab ko'rgan bo'lsa, quyosh nuri orqali to'liqlay oladi. Ammo bolalar ko'pincha vaqtlarda 2 yoshdan ichida sirqijiq chiqmagandan keyin, u shunga 2 yoshgacha uzmay berish talab qilindi. Endi 2 yoshdan oshgan vaqtida agar bolaninki sirtdagi optablar uchirishi 2 soat to'shqan bo'lsa, unda olsa bu yetarli. Agar 2 soatdan keyin ortiq harakat qilamasa, sirtlarga chiqmagan bo'lsa, 2 yoshgacha debdiki kitobda bolalarga 2 yoshgacha vitamin D beramiz deb o'tmay to'xtabdi. Mening bolam 2 yoshdan keyin sirqijiq chiqmadi, unda olsa men yana berma deb davomlashtirib berish kerak. Toki 4 yoshgacha. Am 4 yoshdan keyin bolalar yasli bo'lgan asosiyatni sirqijiq harakatlarni qildi. Shunga 4 yoshdan keyin alohida berish talab qilinmaydi. Endi vitamin D to'liqlangan holatida kalsiy yemeklikdan to'liqlanadi. Masalan, kalusti,
Ondan keyin kunjut qiyami, ondan keyin rak, şapşi, mesela rakninki ters buldu, tişlik rak gibi, aşınamı kalsiy toluqlash nisbati bek yuqori. Ondan keyin aşındaq yemekliklar arqılıq kalsiy toluqlaymiz. Əgər balağa siz aşındaq ozuqluq piramidasi bo'yicha seyküktat, mevji va süt, dengiz mahsulotlari deganlarni vaqtida yetarli beramagan bo'lsangiz, unda olsa siz balağa ozuqluq mahsulotlari, ya'ni bu chonjilar bo'ldi, har xil kalsiy toluqlaydigan, sinik toluqlaydigan degandek, mana narsalarni yana qo'shimcha berish kerak. Lekin odatda ozuqluq jihatdan mutaxassislarning talabi yemeklik orqali, tomoq orqali to'liqlash. Faqat tomoq orqali to'liqlash imkoniyati bo'lmasa, undan keyin ozuqluq orqali to'liqlasak bo'ladi degan gap. Shunga ba'zi ota-onalar qarg'ulacha, tomoq yemismayli, abojam piyab basamal bo'ldi deb ma'qul ko'z qarashmi to'g'ri emas. Yoki mayxib qolsa, voy mening bolam tomoqni shu vaqt yeyotdi deblam, uningki o'lchamli yegan yemegilar munosibatsiz, uni o'ylashmaylar. Tomoqni ish qilib yedi, tomoq yaxshi. Kunda masalan lag'mayisi kichik sayyorlan jiq lag'may yeyotdi. Atdigini jiq nonni azroq sutkislab qo'ydim. Mushtaqlamni qilib to'yib yeyotdi deblam ma'qul ko'z qarashda bonni baqsa, ozuqlik mahsulotlarini epamsa, u vaqtda yana tap olmaydi. Shunga bizning tavsiya qilganimiz yemeklik eng yaxshi ozuqlik to'lquvchi. Endi ma'bala yasiga borgandan keyin mendaq bir nuqta borchu. Mish atdigan noshliqda nurg'un ota-onalar menda bir xatolik sodir qildi. Jiq sutga, jiq nonni ishlab birdi, u bola shunda obdan yeydi, ketidi. Lekin u bolalar qarsan tushib kelgan vaqtida tomoq yeyilmaydi-ku. Bu qanday degan vaqtida bola atdigini oqsil turini iste'mol qilsa, bu non, bu kraxmal emasmi? Bu kraxmalninki xuddiligi biz o't qolgan bo'lsak, oldi bilan kuman soldik. Ondan keyin ko'mirdan keyin azroq o'tin soldik. Ondan keyin azroq qog'oz soldik. Qog'oz ittik o't oladi, o'tinni tutishdi. O'tin tutish bo'lgandan keyin ko'mirga tutishdi shunaqa. Ko'mir eng oxirida kuydi, uzoq kuydi. Endi bizning ma yegan non, guruch degan ma yemekliklar xuddi qog'ozga o'xshaydi. Ittik kuydi, ittik issiq energiya chiqardi. Shunga biz odatda masalan siyoz lag'manni yesak, ittik qo'shqizib ochadi. Non yesak, ittik qo'shqizib ochadi. Shunga qan chekirimiz söylep kelse azroq non yesakmi darhol aslimiz kelmas. Chunki u ittik kuydigan xuddi qog'oz ko'yganga o'xshash. Shunga u bola atdigan non yeplam ketib qolsa, bir soat qolmay qo'zg'ish ketadi. Shunga ham kampit yeydi yoki misalqidek yuqori energiyali ushaq narsa yeb oldi. Shunga tomoq vaqtiga kelganda qo'saq oshmaydi. Shunga mumkin tushdan keyin kelgan qo'saq yeb ketadi. Shunga bu xil ta'tir aylashganda bola ushaq narsani bek yeb oldi. Tomoq yeyilmaydi, shunga bilan badan ozuqlik yetishmaydi. Bu bolaninki asan og'rib qoldigan, qo'l mag'dursiz, diqqatini yig'olmaydigan ma'qul ahvol kelib chiqadi. Shunga bolalar atdigan nashliqqa vaqtda non bilan emas. Masalan, tuxum, undan keyin masalan badam yong'oq degandek quruq yelimish, undan keyin azroq go'sht boschu, oqsillik narsalarni qo'shimchalik ko'p turli narsalarni yeb bersa, atdilik nashliqni qancha mo'l, qancha turini to'liq yeyalsa, u bolaning tushguncha noiti energiya to'liq bo'lgandan keyin tushdimi tomoqni yaxshi yelaydi. Undan keyin tushdan keyin bo'lgan vaqt tomoqni yaxshi yegan keyin tushdan keyin darskimi kalsiy tushidi degan gap. Shunga nashliq kelgan vaqtida ota-onalargizmi tushlik tomoqni yaxshi yeysi bo'ldi deb atdilik nashliqqa sal qaratmaslik kerak. Ondan başqa shu bolalarninki ozuqlik jihatda ota-onalar sal qarab qolgan bir qancha muhim nuqtalar bor. Birinchisi, 1 yoshdan kichik bolalarga kalı sütü berish bo'lmaydi. Chunki kalı sütüningki ozuqlik tarkibi dafenzi, cho'ng molekula turi kirdi. Buni bolaning oshqozon ichi yaxshi hazm qilolmaydi. Uning tarkibidagi kalsiyum yaxshi simirilmaydi. Undan keyin 1 yoshdan ichida bolaga tuz berish bo'lmaydi. Chunki bu tuz bolaninki börek qismiga borgan vaqtda börek buni yaxshi badanni chiqarib yetamaydi. Chunki börekninki besim ishib ketadi. Shunlashqa 1 yoshdan kichik bolalarning tomog'ida, masalan 6 oydan 1 yoshgacha bolalarga tomoq qilib bergan vaqtimizda tam jihatdan asli tam yegan yaxshi. Biz ko'nglimizda bu bundoq bek bettamkan, bu seni bersak bettamkan deymiz. Amaliyotda bola qancha asli tamni bilsa, bularning tamga bo'lgan sezgirligi shuncha yuqori, tamni yaxshi ayıra oladigan bo'ladi. Undan keyin 3-jihatdan bolaga asal berish bo'lmaydi. Chunki asal berish jarayonida asaldagi bir qism bakteriyalar bo'ldi. Buni bolalarga nisbatan reaksiya qilib ishlar yuz berdi. Shunga bolaga 1 yoshgacha asal bermaymiz. Undan keyin bolalarga berishga bo'lmaydigan yana bir muhim narsa shakar. Shakar
bolalarninki tam sezgüsününki tövelep geçişi sebep oldu. Şekerni jiq yegan bolalar ertügün asli tamdiki sus tamdiki tamaklarni, asli tamdiki yemeklarni yaxshi ko'rmaydi. Şuna bu bolalarning tishini baldır qurt yeb ketadigan, onundan keyin kiyimde axlat yemeklerini yaxshi ko'rib qilishning sababi bek şekerni baldır yeganlikdan kelib chiqadi. Şuna bizlik uy bulmaqın bek bermasliginin sababi onun şeker bek güçlük, bek tatlıq. Onundan keyin 6 aydan keyin 1 yaşga cho'g'arliqda bolalarga hamma narsaning asli ta'mini bildirish orqali, masalan, bettam deb qalsaq, sen shapi, rahninki qibida tuz tarkibi yuqurchu, ya'ni natriy bek güçlük. Bu ya'ni ta'm tanşalaydi. Demak, yemeklik orqali ta'm tanşapasak bo'ldi. Shunga bolalarni biz keyin 4-5 yoshga kirib, bu mening bolam tomoq yemaydi, kichik tatlıq narsa yeydi, ochiq narsa yeydi, boshqa hech nima yeyolmaydi deb qaqshab qolmayli desak, bolaga 6 oylikdan 1 yoshga cho'g'an va qo'shimcha berish mezgilida bizning ta'm sezgimiz bo'yicha bermasdan balaning ehtiyoji bo'yicha bersak, o vaqtda bola bundan keyingi tomoq yeydigan ishida qiynab qo'ymaymiz. Undan keyin bola 1 yoshdan boshlab uzam yeyma deydiganchu, bir bilan uzam chiqib yeb boqay deydigan bir bosqich kirdi. Bu jarayonda biz nurg'un otalar qanday qilsa, "Voy bu bek chichivatdi, bek mehnat qilyapti, bek misildab o'tirib yeb bularmidi" debla bolani o'zi tomoq yeydiganga unmaymiz. Unmaganki qanday qildingiz, u bola qiziqadigan bir bosqichni o'tkazayotgandan keyin uzang ye deb yuguzamay, mancha yosh kirgicha bolani keyin qo'qlab yuradigan gapchi. Shunga mayli bola chichivasi mayli, yoki so'liy holda qilib biring, kiyimlarini qilsangiz mayli mehnat o'tib ketsa, lekin bola o'zi qo'li bilan eg'izni moslashtirishni o'rganib baqsin, o'zi dastlab tomoq yegan vaqtida o'zi yeb baqsa, undan keyin bu bir qiziqarli ko'ngilli kishi bilan tomoq yeyish-chu, undan keyin cho'ng'a vaqtida, cho'p qolganda sizni jugatib qiynamaydi degan gap. Shunga amaliyotda nurg'un masalalarningki oldin og'il bo'ldi. Biz faqat uni normal deb tushunsak, bolaga bir fursat bersak, bek bir jiq o'ylab olmasak, nurg'un masalalar amaliyot odilishib ketadi degan gap. Unda demak endi shu bolalarninki 6 oylikdan oshgandan keyingi diqqat qiladigan ishlar nihoyat ko'pkan. Bu orqali biz ham bugun mushsan programmamizda shu buvoqlarga qo'shimcha oziqlik berish, uni boshqa sutdan ayirib bo'lgandan keyingi oziqlik ahamiyat berish qatorliq nurg'ulgan bilimlarni o'rganib oldik. Chapat chekdingiz. Ko'rmanlarning hamda mana shu bilimlarni unumli ishlatib bolasining sog'lom chong bo'lishiga asos solishini umid qilamiz. Bugun san programmamiz vaqt munosib bilan mushada oxirlashdik. Keyingi san programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.